Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Marlon Sharda agrotexnik ekamizga turli xildagi trabilkalarimiz yetib keldi. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar buni olganlarimizga bitta like bosasizlar, obuna bo'lsizlar va kommentar YouTube omma so'z yozsalaring. Shu mahsulotlardan birini xarid qilasizlar va sizlarga bonus sirli surpriz qo'shib beramiz akalar. Sirli surprizni oxirida ko'rsatamiz akalar. Buni birinchi o'rinda eng arzondan boshlaymiz akalar. Bizda hammasi optim eng arzon narxlarda bo'ladi akalar. Bu oddiy drabilkamiz bo'ladi. Bular sammodelniy drabilka bo'ladi. Shu yerda O'zbekistonda yasalaydigan drabilkalar bo'ladi. Ichlarini ko'rishingiz mumkin. Ichlari pichoqlarini ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari motorga sipashga urilgan bo'ladi. Bu ham o'tlarni ham donlarni maydalashga mo'ljallangan drabilkalar. O'zida shunday 4 xil setkalari bo'ladi akalar. Mana shuni ko'rishingiz mumkin. Setkalardan mavjud akalar. Narxi 2.800.000 so'm, albatta kami bor. Keyingisi mana bu universalniy drabilkamiz bo'ladi akalar. Bu Juanjo firmasi 4 xil setkalari bo'ladi akalar. Komplekt mana. Hozir ichlarini ko'rsatamiz sizlarga. Pichoqlari ham eng qalin, eng katta pichoqlardan joylashgan bo'ladi. Ichida ham donni setkasi mavjud akalar. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomondan o't yoki poyalar so'zlaring bitta maydalab beradi va pastdan yoki tepadan chiqarib beradi. Listlarni ko'rishingiz mumkin. Listlar boshqalarga nisbatan ancha qalin ishlangan bo'ladi akalar. Motorlari 5.5 kilovatli misli motordan joylashgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Tepasi o'zini datchiklarigacha mavjud. Kondensatorlari 450 li eng katta kondensatordan qo'yilgan akalar. Buni narxi dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab 4 million so'mga dastavkasi tekin bo'ladi akalar. Shu videoni ko'rib like, podpiska olib keladigan obunachilarimiz uchun sirli bonus bor akalar. Keyingilarimiz mana bu don yorma qilib beradigan drabilkamiz bo'ladi akalar. Don mahsulotlarni yorma qilib beradi, ko'rishingiz mumkin. Pichoqlarini mana bu yerdan legirovka qilib turib ishlatsa bo'ladi akalar. Mana shu yerdan donlar tushadi va yorma darajasiga keltirib beradi akalar. Buni narxi akalar 4.500.000 so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi tekin holatda qilib beramiz akalar. Keyingilarimiz lenchli drabilkalarimiz Kentau firmasini ko'rishingiz mumkin. Kentau firmasini lenchli drabilkalarimiz bo'ladi akalar. Buni pichoqlari pechatlidan bo'ladi mana. Pechatli pichoqdan joylashgan. Bu tomonda 6 ta, bunda 13 qatorli drabilka pichoqlardan joylashgan bo'ladi. Bu o'ta mayda qilib berish uchun mo'ljallangan akalar. Buni narxi akalar 4 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin holatda qilib beramiz. Buni kattaroq varianti bor akalar, ko'rishingiz mumkin. Buni narxi 4.500.000 so'mga buni ham dastavkasi tekin holatda qilib beramiz. Ikkoviga ham motori 380 yoki 220 motor tanlab olish huquqlaring bo'ladi akalar. Ya'ni ikkita motor, ikkovidan bittasini tanlab olasizlar. Oxirdagi sirli sovg'amiz akalar mana shu ekranlar chiqadi. Ana shu narsani qo'shib beramiz, ya'ni shurpa-yorda qo'shib beramiz akalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Videoni ko'rganlar uchun rahmat. Like, podpiska va obuna tugmasini bosib, kommentar yozib, omad so'zini yozib qo'yishni unutmanglar.